Aka tarvuz beray, olib keting. Tarvuz bormi? Bor. Yo'q, tarvuz. Bo'pti, mayli. Bor tarvuz, bor. Mana sizga tarvuz. Nech pul? Yo, pulingizga kerak emas. Klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Haligi kechagi bergan tarvuzingiz shirin chiqdi, shunga yana olgan kelgandim. Sizga yomon tarvuz bermayman-ku. Qanaqasidan beray? Zo'rdan beraman. Lekin faqat bu safar pulni beraman. Mayli. Opa, tarvuzchi bola bilan gaplashyapsizmi? Qayerdan bilding? Bildim-de. Kechagi bergan tarvuzim qalay chiqdi? O'zingizga o'xshab shirin chiqdimi? Nima yeyishuvdi bular? Ozgina tarvuz yeyishuvdi. Atroflarni bo'lib qolishdi. Tez больницаga borish kerak. Ha, zo'r chiqdi. Ha, dada, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi, tarvuz sotyapman. Yemaymiz-ku shuncha tarvuzni sotaman-da. Qayerga ketyapsan? Men tarvuz olgani? Ha, mayli, yaxshi olib kel. Bu yoqqa. Yaxshi qiz, shirin tarvuzlarimizdan oling. O'zimni tarvuzchim bor. Mana sizga tarvuz. Buni puli kerak emas, faqat klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Voy, rahmat. O, tarvuzchi! Voy, bitta klientdan ayrildim-da.